Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvadagi Orva daryosi bo'yida. Daryo bo'yiga kelib, bir yerni tepib o'ltirib, asar o'qib beray degandim, lekin o'rin topamadim. Shunga bugun turiblam o'qib beraman. O'tganki va'dam bo'yicha Abdurahim O'tkir apandi bilan bo'lgan bir suhbat xotirasi bor. Ya'ni bu yozuvchilar bilan suhbat degan bu kitobda Abduri Anvar Abdurahim. Suhbat xotirasi sal uzun, shunga bir necha bo'lakka bo'lib o'qib beraman. Xo'sh, oldi bilan Abdur haqida biroz tanishib o'taylik. Abdur bilan biroz tanishib o'taylik. Anvar Abdurahim 1943-yili sentyabrda Bo'rtalada tug'ilganken, 1983-yilning oxirida Abnum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasiga yetkazib kelib, Tarim jurnali tahrir bo'limida ishlashga boshlagan. Anvar Abdurahimning adabiy ijodiyati 1958-yili Arzuyum nomli she'ri bilan boshlangan. Uning hozirgacha ijodiyat va ijodiyatchi, adib, asar va baho nomli obzorlar to'plami, ondan yana nasrlar to'plami, she'rlar to'plami e'lon qilinibdi. 5 parcha obzori yuqori darajalik mukofotga erishgan ekan. Anvar Abdurahim 1992-yili Tangratog' jurnali tarafidan uyushtirilgan kitobxonlar eng yoqtiradigan yozuvchi, shoir, obzorchilarni baholab chiqish faoliyatida eng ko'p ovozga erishgan 3 obzorchining biri ekan. Men Anvar Abdurahimning obzorlarini yoki yozgan asarlarini bilmaydi ekanman. Agar mushtarlarimizning orasida bu kishining asarlarini bildiganlar bo'lsa, munbarga bo'lsa, manbani yo'llab qo'ysanglar, shu orqali men bir ko'rib, o'qib, agar yaxshi bo'lsa, sizlarga o'qib bersin. Abdurdan men uzundan buyon yozuvchi shoirlarimizning mazmunga boy ijodiy hayoti, qimmatli ijodiyat tajribalari, o'ziga xos adabiy qarash, uslub ham badiiy muvaffaqiyatlari kengroq tonishtirilgan bir parcha kitob yozishni ko'nglimga pukib yuratdim. Adabiy tahrirchiligimizning, nazariya tadqiqotimizning adabiyot, san'at ijodiyatining taraqqiyotiga yetisholmayotganligi, uzluksiz yangilik yaratilayotganligi, dodillik bilan iznayotgan jafoliq ijodiy emgak bilan shug'ullanib, ko'zga ko'rinarlik badiiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirayotgan adiblarimizning o'z vaqtida tegishli bahoga muayyanlashtirishga, qizg'in qo'llashga ega bo'lolmayotganligi meni xijil qiladi. 10 necha adib bilan o'tkazilgan ko'ngillik, qiziqarli va ahamiyatli suhbatlar meni bundoq ko'ngil g'ashligidan bir oz qutuldirdi. Chunki bu suhbatlar meni Zunun Qodir, Abdurahim O'tkir, Tayibjon Eriyev, Abdukerim Xo'ja, Zo'rdin Sabir, Ahad Turdi, Mamtimin G'o'shur, Muhammad Bag'rash, Nur Muhammad To'xti, Ahdam Umar, Farhod Jilan qatorliq, ya'ni 11 adibning qalbini kitobxonlar qalbi bilan tutashtirish fursatiga erishtirdi. Menga bundoq imkoniyatni yaratib bergan oq ko'ngil, kamtar, mas'uliyatchan adiblarimizga chin qalbimdan rahmat aytaman. Afsuski, ularning ba'zilari hozir bizning oramizda yo'q. Ular biz bilan mangulikka vedolashgan bo'lsa-mu, lekin ular qoldirib ketgan esil ma'naviy miroslar qatoridan mushu suhbat xotirlarimi munosib o'rin ola oladiganligiga qil shak yo'q. Rostini aytganda, bu suhbatlarga meningdan ko'ra shu jafokash ijodkorlarning ajri ko'proq singdi. Men asosan qo'zg'atish, ilhomlantirish, xotirlash va
rətlab chiqish rolini o'ynadim desam bo'ladi. Bu söhbət xatirləri kitabxonlarga muayyan tədqiqat qimmatiga ega yangi ahamiyatli materiallarni taqdim qiladi. Mening qo'limdagi bu kitob 2000-yil tunji nashr qilingan ekan. Uningdan keyin qayta nashr qilindimi? Buningdan xabarim yo'q. Hammamizga ma'lum, bir kishining biografiyasi orqali shu kishining shaxsiy yoki kasbiy hayot tashvishlarini bilib qolmasdan, yana ayni davrdagi siyosiy, ijtimoiy vaziyatlarni ozdir ko'pdir vaqt bo'la olamiz. Men bu kitobga kirgizilgan 11 parcha suhbat xotirasini muvofiq vaqtlarda sizlarga to'liq o'qib berishga tirishim. Xo'sh, bugun Abdurahim O'tkir apandi bilan bo'lgan suhbat meni xalqim quchog'idan ayrima nomli suhbat xotirasini o'qib beraman. Bu xotira sal uzunroq, shunga bir nechaga bo'lib o'qiymiz. Aningdan keyin kitap o'qish munbirimizga texi mushtari bo'lmagan bo'lsangiz, cho'qim mushtari bo'ling, o'zingiz yoqtirgan asarlarni boshqalarga yo'llab tarqitib qo'yishga sal qarang. Shunday bo'lganda bizningki bu munbirimizningki ma yaqinda bir yerda ham nemeningki Janvadagi eng cho'ng doktorxona bor, shu sababdan aeroplan sal ko'p uchib bu yoqdan bu yoqqa shavqin qilib o'tdim. Xo'sh, demoqchi bo'ldim, kitob o'qish munbirimizda o'zingiz yoqtirgan asarlarni boshqalarga tarqitib yo'llash orqali bizga madad bergan bo'lasiz. Ma'qul amsa boshlaylik etaylik. Bu suhbat xotirasini o'qishdan ilgari bir eskartib qo'ydiganim, bu suhbat 1989-yil 8-oyda bo'lgan suhbat ekan. Hammamizga ma'lum, Abdurahim O'tkir apandi 1995-yil 10-oyda bizdan vaqtsiz ayrilgan. Bu kitob bo'lsa 2000-yil nashrdan chiqqanligi uchun marhum shoirimiz bu kitobni qo'liga ilib ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Xo'sh, boshlaylik. Meni xalqim quchog'idan ayrima. 1989-yil 8-avgustda hurmatli ustoz Abdurahim O'tkir aka bilan suhbatlashish fursatiga ega bo'ldim. Xalqimizning ko'ngil to'ridan o'rin olgan bu pishqadam ijodkor menga o'zining mazmunga boy hayotidagi bo'libmi agri to'qay va ma'nilik ijodiyat safaridagi nurg'unlagan ahamiyatli voqealarni, shuningdek uzun yillik ham jafo mushaqqatlik ijodiyat amaliyoti jarayonida yakunlagan intayin qimmatli tajribalarni ochiq yo'riqlik bilan so'zlab berdi. Men bilimlik, talantlik, esil fazilatlik kamtar ustozning qalbidan urg'ib chiqqan bu tafakkur durdanlarini yuqori tarixiy qimmatga ega deb qarayman. Shunlashqa uning bilan o'tkazilgan suhbat xotirasini kitobxonlarga aynan taqdim qildi. Savol. O'tkir aka, har qanday ijodkorning bolalik davri qiziqarli, unutilmas xotiralar bilan to'lgan bo'ladi. Siz o'zingizning bolalik davringizda yuz bergan ahamiyatli voqealarni, bo'libmi adabiyot dunyosining go'dak chog'laringizda sizni o'ziga qanday jalb qilganligini so'zlab bersangiz. Abdurahim O'tkir. Ma'qul ukam. Taqdir meni kichik chig'imdala turmushning agri to'qay yo'liga selib qo'ydi. 1 yoshimda onamdan, 4 yoshimda dadamdan yetim qoldim. Dadam Atfish Tijanlik Tilash Begim degan kishi bo'lib, yigitlik davrida turmush yo'li izlab tog' orqasiga chiqqan va Qumul diyori bilan ichki o'lkalarda savdo tijorat qilib yurardi ekan. Shu jarayonda Qumul mo'tivarlaridan Osman Hoji degan kishi bilan qo'yuq do'stlik o'rnatgan ekan. O'zi olamdan o'tar chog'da meni u kishiga o'g'illik berib etibdi. Osman Hojim
Dadam ömrüde farzand yüzü görmegen ve ticaret bilen işki ülkelerde, chet ellerde köp zaman yürüp közü içilgan ma'rifatparvar kishi bolğaşqa meni öz oğlida ko'rib yaxshi tarbiyaladi. Bo'libmi o'qishimga qattiq ko'ngil bo'ldi. Diniy maktabda Qur'on savodim chiqishga boshlaganda Qomul xalqining zolim Jinchurin hokimiyatiga qarshi qo'zg'oloni portildi. Jinchurinning bu qo'zg'olonni besiqtirishga avatgan bosh qo'mondoni Jallod Shingsay Urumchidan nurg'un cherik bilan kelib, qonliq qirg'in boshladi. Shuning bilan maktablarda dars to'xtadi. Xalq sarson bo'lib har tarafga qochdi. Bizning oilamizmi bir turkum xalq bilan tog'u dashtlarni kezib, Gansu o'lkasining Jiuchan viloyatiga qochib bordi va u yerda bir mazgil turib qoldi. Baxtga yarasha meni baqqan opamning onasi Marixan momam molla ayol edi. U Qur'ondan boshqa qilin kitoblarni o'qiydi. Bu kitoblarning ichida Paris shoiri Obul Qasim Firdavsning Shahnamasi bilan Shayx Saidi hazratlarining Bo'ston va Guliston nomli asarlarining turkiy tarjimalarimi borligini keyinroq bildim. Qur'on savodim chiqishi bilanla Marixan momam menga Sopi Allah yar degan nazmiy kitobni o'qishimga berdi. Uni bir yil ichida o'qib tugatdim. Momam menga bu kitobning ko'p qismini yod oldirgan edi. Taxminan 2500 misradan tarkib topgan bu kitobning 3dan 1 qismini hozirmi yodga bilaman. 18 asrda yozilgan bu kitobdagi so'zlarning ma'nosiga to'liq tushunib ketalmasammi, uningdagi misralarning ahangdorligi xuddi yaqinliq muzika navasida yurak tarlarimni titritib turardi. Men bu xil ahangdorlikning ritm ekanligini bilmaydim, ammo harva chaqlarining g'ichirlashi, to'yga qo'ng'iroqlarining jaranglashida, o'rma naqshlari bilan to'y o'lanlarining do'lqinliq sadolarida, hatto vallay o'ynab yurgan chaqlarimizda putlarimizning shapildashlarida ashu misralardagiga o'xshash bir xil o'lcham borligini sezib turardim. Uning ustiga Marixan momam hikoya, cho'chak, rivoyat, tamsil va tepishmoqlarni bak ko'p biladi. Menmi anglag'anlarimning hammasini dugidak esimda qoldirishga tirishdim. Iz romanida tasvirlangan To'mir xalifa yig'iliqini shu momamdan anglagan edim. Qiziq shuki, Osman hojim dadam meni qancha azizlab o'qitishga tirishsa, kichik tog'imiz fursat topsa meni o'qishdan qoldirishga tirishadi. Dadam Qumul dehqonlar qo'zg'olonining yetakchilaridan biri bo'lish sifatida Xo'janiyaz hojim bilan Janubiy Shinjonga ketgan. Aman tag'am meni padabiqishga chiqarib etdi. Qashqar kechisi dastonining muqaddimasidagi meni so'rasa pada baqqan boladim degan misra shu kunlarning xotirasi edi. To'g'ichi Barat bovi bilan pada baqqan kunlarim men uchun yana bir obdan maktab bo'ldi. Barat bova xalq tiliga nihoyat boy, ko'pni ko'rib, ko'pni anglagan, hikoya cho'chaklarga, hatto jin shayotullar to'g'risidagi ajoyib afsonalarga usta odam edi. Har qanday gapni maqol tamsil bilan so'zlaydi. Bu bovay yosh vaqtida To'mir xalifini o'z ko'zi bilan ko'rgan va uning gapini anglagan ekan. Qisqasi, men bu podachilik hayotimda Barat bovaydan ko'p narsalarni angladim. Balalik hayotimda qolgan bu o'chmas izlar keyingi ijodiy faoliyatimda bunchalik muhim rol o'ynashi ayni yillarda uxlab tushimgimi kirmagan edi albatta.
Sual. Yazğıcı şairlarning bilim qurilmasi, tarbiyalanishi, yashagan davri va ijtimoiy munosabati ularning badiiy ijodiyatiga alohida cho'nqur ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Shunlashqa bugungi kitobxonlar sizning o'qish tarixingizni, tarbiyalanish ahvolingizni bilishga bakmi qiziqadi. Siz dastlab Uchturpanda ichilgan fanniy maktabda o'qidingizmi? Ba'zi peshqadamlardan sizni Abdukerim Abbasov bilan Urumchiga o'qishga birga kelib, Xo'janiyaz hojimning mehmonxonasida bir mezgil turgan va birinchi gimnaziyaga o'qishga kirgan deb angladim. Bu gaplar rostmi? Abdurahim O'tkir. Rost. Qumul dehqonlar qo'zg'olonining g'alabasidan keyin bizning oila Uchturpanga ko'chib chiqdi. Chunki dadam yangi hukumat tarkibiga kirib, sobiq Sovet ittifoqi bilan bo'lgan tashqi sodining Uchturpandagi tamojna boshlig'i mansibiga tayinlangan edi. Uchturpan sobiq Sovet ittifoqiga chegirdosh bo'lg'achqa ajab to'g'ri o'tdi. Uchturpan sobiq Sovet ittifoqiga chegirdosh bo'lg'achqa, soda markazida emas, madaniyat, ma'arif markazlarining biri edi. Ayni yillarda iqtisodiy taraqqiyotga ergishib, madaniyat, ma'arif ishlari alohida gullanishga boshlagan. Uyg'ur madaniy oqartish uyushmasi degan jamoat tashkiloti o'shra zakot va vaqfa mulklar hisobiga maktablar ta'sis qilgan. Ba'zi boylarmi maktab qurilishiga iona berib, ma'arifni kengaytirishga yordamlashgan. Bo'libmi, Aqsu viloyatlik ma'arif idorasining boshlig'i Mamtimin Qari Hoji ma'arifga astoydil yetakchilik qiladi. Aqsuda muallim yetishtirish kurslari ochilib, nahiyalarga o'qituvchi tarbiyalanadi. Shunda qilib, Uchturpanda bir necha boshlang'ich maktab maydon kelgan. Hatto qizlar maktabi ta'sis qilingan. Aşı maktablarning eng asosligi Ustuq Bug'raxon nomi bilan atalgan maktab bo'lib, uningda 200-300 dak o'quvchi o'qiydi. Yuqori sinfi 5-yillikcha edi. Men 1934-yil yozda Qumuldan Uchturpanga kelibla shu maktabga o'qishga kirdim. Qumulda xat savodim chiqqan va hisobdanmi bir qadar asosim bo'lg'achqa darhol 5-sinfga yarab qoldim. Shundoq bo'lganda 11 yoshida 5-sinf kirib o'qidi degan gapda. Xo'sh. 1935-yilning oxirida bu maktabni tugatib, Aqsuda ichilgan qisqa muddatlik Darul Mualliminga o'qishga ketdim. 1936-yilning o'tirlarida 1936-yilning o'tirlarida Aqsuda qisqa muddatlik Darul Muallimin maktabini bitirib, yana Uchturpanga qaytdim. Dal shu chaqda Abdukerim Abbasov G'uljidan Uchturpanga keldi. Chunki uning oilasi Uchturpanda edi. Abbasovning dadasi Hashim Aqsaqal sobiq Sovet ittifoqi Qirg'izistonning Qaraqo'l degan yeridagi Jungo muhojirlarining aqsaqoli bo'lib, taxminan 30-yillarda Uchturpanga ko'chib kelgan. Ochiq fikrlik, taraqqiyparvar, ma'rifatparvar odam edi. Abbasov ana shu Qaraqo'lda tug'ilgan. Boshlang'ich maktabni G'uljida tugatgan edi. Dadalarimizning yaqin do'stligi bizga ta'sir qilgan chig'i ikkimiz tezla do'stlashib ketdik. Uzun o'tmay dadalarimiz ikkimizni Urumchiga o'qishga avatdi. Ayada qaydab vallah kelyapti. Kesqiyacha ha?
Xo'sh. Almashtiray. Biz Ürümchiga kelib, öz vaqtidagi Qumul dehqonlar qo'zg'olonining yo'l boshchisi Xo'ja Niyaz Hojimning mehmonxonasiga tushdik. Buningga dadalarimizning Hojim bilan bo'lgan do'stligi va yaqinchiligi sabab bo'ldi. Bu chaqda Xo'ja Niyaz Hojim Şinjan o'lkalik hukumatining muavin raisi edi. Men Hojimni burun ko'rmagan edim. Abbasov ikimiz onun mehmonxonasida 2 oycha turish jarayonida Hojimning mijoz xulqini, shuningdek uning ham suhbatlari kimlar ekanligini bir qadar bilib qoldik. Shu chaqlarda hop, mana bir ish kelyapti. To'xtab qo'ydim ekan debdim ataxir. Mana. Nereden başlap qayta o'qib beray. Men Hojimni burun ko'rmagan edim. Abbasov ikimiz uning mehmonxonasida 2 oycha turish jarayonida Hojimning mijoz xulqini, shuningdek uning ham suhbatlari kimlar ekanligini bir qadar bilib qoldim. Shu chaqlarda Şinjanning asosiy huquqini tutgan va keyin eng zolim, eng makkor ham qonxo'rligi bilan Şinjan tarixida sesib nam qoldirgan Shingshaynimi tunji qitim Hojimning mehmonxonasida ko'rdim. U yerga sobiq Sovet ittifoqi konsulxonasining odamlarimi doim kelib turardi. Odatda Tohirbek, Yunusbek, Abdulla Damolla, Burhan Shairi, Tursun Bova, Azamxon To'ra, Keremxon ve Sharifxon qatorliq yerlik mo'tivarlar Hojim bilan doim degidek ham suhbat bo'ladi. Iz romanining muqaddimasida yozganimdek Hojim tushlik va kashlik g'izosini ko'pincha mehmonlar bilan birga yeydi. Bizmo dasturxonning bir burchigida o'ltirib, cho'nglarning suhbatidan bahramon bo'lardik. Dasturxon ustidagi gaplarning mazmuni har xil edi. Temir Xalifa to'g'riliqmi Hojimning o'z og'zidan xeyli ko'p narsalarni shu yerda anglagan edi. 1936-yilning kuz oyida Abbasov ikimiz birinchi gimnaziya, ya'ni o'lkalik birinchi o'rta maktabga imtihon berib kirdik. Asosimiz yaxshi bo'lg'achqa birinchi yillikni atlab, ikkinchi yillikda o'qidik. Bu maktab hayotimda yeni bir sahifa açtı. Çünkü maktab tarbiyasi biz o'qigan maktablardan ko'p farqlanardi. Uzun o'tmay sobiq Sovet ittifoqining Toshkent shahrida, ya'ni Sago O'rta Osiyo davlat universitetida o'qib qaytgan Abdurahmon Mohiti, Ablimit Mohiti, Qodir Hasan, Qosim Parsa, Ablimit Maqsudov qatorliq birinchi Bo'g'in Uyg'ur ziyolilari bizga muallim bo'ldi. Ularning Toshkentdan akelgan turli kitoblari biz uchun nihoyat qimmatli boylik bo'lib, ko'z oldimizda tamoman yangi bir dunyo ochilgandek bo'ldi. Shuningdan e'tiboran Rus Sovet adabiyotining vakillari Pushkin, Lermontov, Nekrasov, Tolstoy, Kirillov, Formanov, Sadriddin Ayni, Mayakovskiy, G'afur G'ulam, Oybek, Uyg'un qatorliqlar bilan Sovet Uyg'ur adabiyoti namoyandalari Sovet Uyg'ur adabiyoti namoyandalari Ömer Muhammadi, Nur Isroil, Turda Hasan, Hezim Iskandar va boshqalari bilan tanishishga boshladim. Ba'zi shoirlarning asarlarini, masalan, Pushkinning deyishida burun bir pop bor ekan, peshonasi ko'nglidan tar ekan deb boshlanadigan pop va uning xizmatchisi Balda haqida Cho'chak nomli asari bilan Chaadiyevga xat
Çadiyevga xat degan lirik she'rini, Krilovning qo'zichoq bilan bo'ra va Doğraq beliq ham to'shqan degan masalalarini to'liq yodlab oldim. Tolstoyning Kafkaz asri degan hikoyasini yodga so'zlay oladigan bo'ldim. Maktab tam gezdiriga arlab she'rmi yozdim. Undaqda sizni she'r ijodiyatiga ashu chaqlardan boshlab kirishgan deyishga bo'lamdi. Abdurahim O'tkir: "Yo'q, undaq deyishga bo'lmas. Hozir o'ylasam, uchoqlarda yozganlarim xuddi o'yinchiq o'ynagandek yoki she'riyatga chaqchaq qilgandek bir ish bo'lib ekan. Uchoqlarda menda adabiyotga kuchlik havas uyg'ongan bo'lsa-mu, lekin she'r yozishning undaq oson ish emasligini bilmaydim. Mening she'riy ijodiyatimni 1940-yilning oxirlarida rasmiy boshlandi deyishga bo'ladi. Men 1939-yil yozda to'liq o'tir maktabni tugatdim va shu yili kuzda Xinjiang institutining pedagogika fakultetiga o'qishga kirdim. Bu maktab shu zamonlarda Xinjiangdagi eng oliy bilim yurti hisoblanadi. Maktabda milliylar uchun faqat pedagogika fakultetilar bor edi. Bu fakultetda Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar va Xuyzu bo'lib 5 millatdan 10 nechalar o'quvchi o'qiydi. Fizika, ximiya, astronomiya, biologiya, pedagogika, falsafa, siyosiy iqtisod, tarix, adabiyot nazariyasi qatorliq darslar o'tiladi. Buni Xinjiang ma'rifining ajoyib gullangan mazgilining mahsuli deyishga bo'ladi. Aynı yıllarda Şengizsay nihoyat ilg'or shaxs sifatida maydonga chiqqan edi. Uning ustiga o'lka bo'yicha siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, ma'arif sohasida maydonga kelgan taraqqiyotlarning hammasi xuddi Şengizsayning qo'li bilan ishlangandek targ'ib qilinadi. Uning nomi bilan turg'i qo'yilgan 6 buyuk siyosat xalqni, bo'libmi yoshlarni aldashning eng kuchli vositasi bo'lgan edi. Yosh qalam egalari uningga hammadan bak aldangan edi. Uzun o'tmay Jalloh Şengizsay o'zining haqiqiy abdi bashirsini oshkorladi. Qodir Hasan, Abdulla Ashurov, Ablimit Maqsudov, Abdurahmon Muhiti, Hamid Hekmi qatorliq suyimlik muallimlarimiz qo'lga ilinib ketdi. Dadam Osman Hojim Xo'janiyaz Hoji bilan bir qatorda tutqun qilinib ketgan edi. Bir necha ming kishi qatorida Osman Hojimning ikki qarindishimi qo'lga ilinib ketgan va uning barliq mol-mulki musodir qilingan edi. Ashundaq odamlarning oila tavalari xoinning bolalari deb e'lon qilinib, xizmatdikilari xizmatidan, o'qishdikilari maktabidan qo'g'linib qolmasdan yoqi yurtlarga surgun qilinishga boshladi. Bizning maktabdan Abdukerim Abbosov Savanga, Xoliq Soqi Altayga, men Do'rbiljinga surgun qilinadigan bo'ldim. Men ayni vaqtdagi maktab mudirining g'amxo'rlik qilishi bilan shu qitimliq surgundan omon qoldim. U menga men sening ahvolingni yuqoriga aytib, Osman Hojimning beqib olgan bolasi ekan deb seni surgundan ozod qilaman. Sen familiyangni o'zgart va gezitda e'lon qil dedi. Uzun o'tmay familiyamni Tilashov deb Xinjiang gezitida e'lon qildim. Mana shundaq kunlarning birida tasoddifiy she'r yozg'im kelib qoldi. 1 soat ichida 5-6 kupletlik bir she'r yozilib bo'ldi. Bu she'rga kuz shamollari deb sarlab qo'ydim. Esimda qolganlari mundaq. Kuz shamollari hurkirab qattiq, ishik to'nglikka usudu har kun. G'azondek chechilib o'y xiyollarim, uyqusiz yotaman tonggacha har tun. Yulduz jimildar qorong'u ko'kda, kirpiklarimda unchilar to'la. Balki bu kecha uyqusiz yotgan, menga o'xshagan g'unchalar to'la. Bu she'rni sizlar anglab baxmagan bo'g'iytinglar, ha?
kız şamaldı. Қалған kuplitlarımı asasen muşundaq məzmunda bolup, umumen bu şiirdə məyuslik, g'amkinlik, passiv ahuzar aks etib turadi. Bu yuqorida bayon qilganimdek, men yashagan obyektiv muhitning, ya'ni mening shaxsiy hayotimdagi birmuncha hojalarning inkosi bo'lsa kerak. Bu she'r o'zimga yarab qoldi-da, oldi keynini o'ylamayla Shinjon testiga bermoqchi bo'lib, o'qituvchimiz marhum Oyib Mansurga ko'rsatdim. Odatda Tom Kesirga yozgan she'rlarimni Oyib Mansuri ko'rib tuzitib beradi. U yiliq she'rimni 2 qatim o'qidi-da, keyin paranshayli deb yanchig'iga selib oldi. Ertesi akşamı meni yatqıga chaqirib, bu she'rni bariy jihatdan bir qadar yaxshi deyish mumkin. Ba'zi misralar xeyli obdan yozilgan, biroq ideyaviy jihatdan passiv she'r. Oningdan jig'i ovozi kelib turadi. Buni gesga berishga bo'lmaydi deb meni tanqidladi va bundan keyin bundaq she'rlarni yozmay, kurashchan ruhga boy, reallikni, masalan, Yapon bosqinchilariga qarshi kurashni deyiladigan, xalqni kurashga va emgakka undaydigan she'rlarni yozishni tavsiya qildi. Yiliq she'rni bo'lsa, ko'zimga ko'rsatib turib ko'ydiribdi. Buningga sal norozi bo'ldim. Ehtimol bu hissiyotim marhum muallimga bilinib qolsa kerak. U qo'limda tutib turib, siz texi yosh, ko'p ishlarning tagiga yetolmaysiz. Keyinchi tushunib qolasiz. Lekin sizning shoir bo'la olishingizga ishonaman. Obdan tirishing, dedi. Keyin o'ylasam, marhum muallim haqiqatan menga ko'yingan ekan. Ya'ni meni cho'ng xavfdan qutqizib qolgan ekan. Chunki u she'r shu chog'dagi reallikqa, ya'ni Shingsay terrorlikdagi ijtimoiy tuzumga norozilik bilan to'lgan ekan. Buni u chog'da o'zimmi sezginim yo'q. Demak, ijodiyat yo'lida tashlangan tunji qadamim mag'lubiyat bilan oyoqlashdi. Shundan keyin xeyligacha she'r yozmadim, ham yozolmadim. Lekin bu mag'lubiyatning menga bir oz foydasi mi bo'ldi? Ya'ni biror narsadan cho'nqur ta'sirlangandila bir qadar yaxshi she'r yozish mumkinligini his qilib qoldim. Heliqi she'r ana shundoq cho'nqur ta'sirlanishning maydoniga kelgan. Onundan burun ko'pincha qofiya qo'g'lishib yoki boshqalarni do'rash asosida yozib yurgan ekanman. Shuning uchun undaq she'rlarim hech kimning diqqatini qo'zg'agan emas. Shu kunlarda biz milliy o'quvchilar yana jamiyatdagi yomon kayfiyatlarni va jinoiy ishlarni fosh qiladigan Jalli guruh, ya'ni Yonchuqchi nomli komediyani tayyorlab sahnaga chiqdi. Bu kollektiv ijodiyati bo'lib, men qatnashgan ham rol olgan. Bu komediyaning jamiyatga ta'siri cho'ng bo'lgan edi. Undan boshqa Yapon albaslarini fosh qilib, xalqni kurashga undaydigan ko'cha teatrlarini o'ynaydi. Umuman bizning maktab kurashning oldingi qatorida turadi. Ben 1942 yıl yazda mektep bitirdim ve hizmetke çıkış bilenla hazırki ayalim Xalçam bilen toy kıldım. Ben o'qituvchilikqa taqsim qilingan Shinjon o'lkalik qizlar o'tira maktabining mudiri Shingsayning xotini edi. Men milliy qizlarga til adabiyot darsi o'tishga boshladim. Ayolimmi shu maktabda o'qidi. O'sha jarayonda Jungo ve Sovet adabiyoti bilan texmo ko'proq tanishdim. Bo'libmi Mayakovskiy, Hadi Taxtash qatorliqlarning ta'siri cho'nqurroq bo'ldi. Hamza
Hekimzade və Sauyu dramalarına köprək qiziqdim. Dal şu günlərdə Şükür Yalqınның Şanghay keçisi dramasi səhnədə oynaldı. Mən uçaqlarda Şükür Yalqınны tanımaydım. Bu drama məndə çonqur təsir qozğadı. Şu arada Şinjan boyunca bir pərdilik qısqa dramalar müsabiqəsi ötküzüldüğanlıq elan qılındı. Qiziqçılıqda mənmu bir tamçı qandan milyon çiçekler namlıq qısqa dramani yazdım. Bu mening tunji sahna əsərim edi. Oylamagan yerdən bu əsərim ikinci dərəcəlik mükafotga erişib qaldı. Onun arqasıdanla Yeni Jungo Gülistanıga namlıq bir lirik dastan yazdım. Onun məzmunumu Yapon basqınçılarga qarşı kurash edi. Bu dastan Şinjan gezitining Adabiyot Gulzori sahifasida 2 bet bo'lib, Lutfulla Mutallib tahrirligida e'lon qilindi. Lutfulla bu dastonga yuqori baho bergan bo'lsa-mu, u yanala dastlabki qadamdagi ham mahsulot edi. Uslub jihatda Uyg'unning ta'siri kuchliroq edi. Savol: siz Lutfulla Mutallib bilan shu yillari tanishqandingizmi? Xo'sh, bugun mushakcha o'qib beray, davomini kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda o'qiymiz. Xayr xo'sh, aman bo'laylik, kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Tirek bostan, tirek bostan, tirek bostanğa mən heyran. Senin könlüm aram tapdı, menin könlüm tixi veyran. Tirek bostan, tirek bostan, tirek bostanğa mən heyran. Senin könlüm aram tapdı, menin könlüm tixi veyran. Yayrimi gülcan, yayrimi gülcan, her joyda bulgun aman. Yayrimi gülcan, yayrimi gülcan, her joyda bulgun aman. Senin doplan nemen keysem, sana oxşam deymen yarim. Düşmenim gibi bilen, seni taşlam deymen yarim. Senin doplan nemen keysem, sana oxşam deymen yarim. Düşmenim bilen, seni taşlam deymen yayrim. Yayrimi gülcan, yayrimi gülcan, her joyda bulgun aman.